视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Payvideo sodichaklik sherikti tajdarligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Payvideo Ipak yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Yana avvalgidek programmamizning bu qaroriga betaqatlik ilikida intizor bo'lganliginglarga minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, bu qaror Payvideo Ipak yo'li sadosi programmamizda ustozlarimizdagi yangiliklar shundaqla mayirlarimizdagi o'zgachiliklar sizlarga xushluq ato qilg'usi. Undaqda bizning birinchi bosqichimizda zodi qaysi mayirlarimiz bizning qoyilligimiz va mayilligimizni qo'lga keltiradigandir. Do'stlarimiz balkim buningga intizor bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biz 5-qaror Payvideo Ipak yo'li sadosi programmamizni rasmiy boshlashdan ilgari bizning bu qaror programmamizga ustozlik hurmati bilan alayda qadam tashrif qilgan yetakchi ustozlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik birinchi darajalik artist Tanglik Naqshchi shunaqla Ipak yo'li sadosi programmasining bosh ustozi Abdulla Abdurim muallim sizni qizg'in qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik kompozitor Ataqliq Naqshchi Şinjan moda musiqa jamiyatining muavin boshlig'i. Shunaqla madaniyat kasbidagi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abliki muallim sizni qizg'in qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining naqsh o'qituvchisi lektor Ayshigul Muhammad xonim sizni qizg'in qarshi olamiz. Zamonaviy musiqichiligimizdagi yangi yo'l ochquchi yosh kompozitor naqshchi Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin afandim sizni qizg'in qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqsh o'qituvchisi yuqori ovozli naqshchi Aygul G'ulom xonim sizni qizg'in qarshi olamiz. Bu qarar musobaqamizda yana sizlarni malol qilgan bo'ldik. Albatta sizlarning yetaklashingiz bilan texnik ko'p naqsh havaskorlari, naqsh shaydolari bu sahnamizda o'sib yetilgisi. Sizlarga avval minnatdorligimizni bildiramiz. Armag'aysizlar. Biz birlikte Ipak yo'li sadosi programmasidagi aslimlarni varaqlab baqsak, bosgan qadamlarimizga nazar tashlasak, sahnamizda erishishmi, muvaffaqiyatmi, afsuslanishmi, qiymasliq ilgidagi xo'shlashishmi bo'ldi. Mayli sahnadagi natija qandoqla bo'lsin, sahnamizga qadam bosgan har millatdan bo'lgan har bir mohirning chehrida rozimanlik, qoyillik jilvalandi. Bunca qarar Ipak yo'li sadosi programmasini televizordan ko'rib, yuragida bug'langan orzuning turtkisida sahnamizga kelib, utuq kamirni taqab tushgan irodalik yoshlarimiz. Yana shu sahnamizda o'z talantini namoyon qilish orzusini bag'ash etib, mamlakatimizning joy-joylarida navo qilayotgan xush ovozlar sahnamiz orqali inoqlik kuyini yangirtib, o'z naqshlari bilan baxtiyor davrimizni kuylashni istaydi. Mana bu Ipak yo'li sadosi programmasining sirli kuchi. Ipak yo'li sadosi sahnasi, fursat sahnasi, raqobat sahnasi. Balkim ekran oldida programmamizni ko'rayotgan siz ma'lum bir kunlarda sahnamizdagi yorqin yulduz bo'lib kelishingiz mumkin. Va yoki sahnada mohirlarni baholayotgan ustozlar bilan birga sahnadagi xush ovoz mohirlarni yetaklaydigan ustozga aylanishingiz mumkin. Ipak yo'li sadosi. 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 Ipak yo'li sadosi programmasi 1-qarordan boshlab Aspestgacha 5-qarar Ipak yo'li sadosi bo'lishdi. Bu programma qatnashgan bolalar sarxil shundoq yaxshi asarlarni sahnamizga olib chiqibdi. Ben tunji qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining e'lonini ko'rgandan keyin do'stlarning qo'llashi, atrofimdagi urug' tuqqan ota-onamning qo'llashi bilan tizimlatdim. Tizimlatgan chog'da bunday yaxshi natija bo'lishini o'ylab boqmagan. Bu jarayonda hemen nurg'unlagan shu adabiyot san'at sepidagi naqsh musiqani yaxshi ko'radigan inson-singillar bilan, do'stlar bilan, hatto yeshimandan cho'ng akalar bilan tanishdim. Shuning bilan birlikda men nurg'unlagan do'stlarimizdan o'zim bilmagan taraflarni o'rganib oldim, shundaqla o'zim bilgan taraflarni ularga yetkazib berdim. Bizningki Ipak yo'li sadosi programmasida qatnashgan naqshlarimizniki ko'rilishi boshqa naqshlarga qaraganda haqiqatan yaxshi bo'ldi. Men Ipak yo'li sadosi programmasi chempion bo'lgandan keyin o'zimning kasbiy hayotida zo'r o'zgarish bo'ldi. Nurg'un kishilarning yaxshi ko'rishiga erishdim. Shundaqla qisqagina bo'lgan vaqt ichida mening ergash kuchlarim, pintozlarim texnik ko'paydi. Ipak yo'li sadosi programmasi chiqqandan keyin
cemiyetimizge her qaysi sohaga naqshchilarning kasbiy safhasida zo'r o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizdagi ijodiy naqshlarni, ijodiy asarlarni keng aziz tomoshabinlarimizga sunib kelayotimiz barcha azizlarimizning yana davomli qo'llab berishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. 5-qara İpek Yolu Sadası'nın aldığındaki 1, 2, 3, 4 qaradımda texadımda süpetlik yaxshi bo'lgan bir program bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Shundaqla yani 5-qarorliq Radio İpek Yolu Sadası programmasiga yani o'zimning so'g'isini elib keldim. Shunga meniki shu 5-qarorga qatnashmoqchi bo'lgan aziz kasbdoshlarga, ini-singillarga, mahirlarga deydiganim, sahnaga chiqqanda hargizmi tam taraf ketmanglar. Ustozinglar tarbiyalagan bo'yicha shu nuqta bo'yicha chiqish qilib turib naqsh aytinglar, kamtar bo'linglar. Mushu programma qatnashgan barliq o'quvchilarga yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Har bir mahirning yaxshi natijaga erishishini chin dilimdan umid qilaman. Aziz ko'rmanlarga o'zimning sirliq bir so'g'am bor. Vaqt kelganda ekran kang do'stlarimizniki yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Xayrat qilaman. Hammalarga qutlug' yor bo'lsin. G'alaba sizlarga mansub. Riyasetçi İcat Yaktın, hemen ağa sevgili salam, Ali ehtiram. İpek Yolu Sadası programması 2014 yıl ahırda tomoshabinlar bilan yüz görüşken idi. Mana 5-qarorliq İpek Yolu Sadası programmasiga ulaştık. Programımız faqat mahirlarning xush ovozi bilanla vujudga chiqqan emas. Perde arkasida programımız üçün can kuydirayotgan xizmatchi xodimlarmi programımız bilan tan ilgirledi. Programımızmı ularning sahnasiga aylandi. Programımız bilan strategik hamkorlashgan şirketler ve yaqindan qo'llagan şirketlermi hamkorlikdan intayin rozi bo'ldi. Shu munosabat bilan hamkorlashgan qo'llagan şirketlerga alohida rahmat aytamiz. İpek Yolu Sadası programmasi umid, ishonch sahnasi. Bu sahnada siz kutgan fursat bor. Sizde bu ortiqchilikni tezib, san'at sohasida yetaklab, orzuyingizga yetkazadigan ustozlar bor. Xush ovozingiz bilan naqshingiz sahnamizda yangraysin. San'at yo'ldagi orzu armonlaringiz sahnamizda qanotlansin. Talantingizni, iqtidoringizni sahnamiz baholasin. İpek Yolu Sadası hammamizning sahnasi. Hamda nazaringiz 5-qaror Radio İpek Yolu Sadası programmasida bo'lsin.
tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'ulluq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan, Alga, Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, bizning 5-qaror Pavideo Ipak yo'li sadosi programmamizning oldingi qarorlar bilan shundoq bir o'xshamaydigan yorqin nuqtasi bor. Balkim do'stlarimizga diqqat qilgan bo'lishi mumkin, bizning 4 nafar aziz yetakchimizning ustilning har birining oldida 2 dan yo'rtish knopkasi turibdi. Ya'ni qizil knopka va ko'k knopka. Ustozlarimiz qizil knopkani bosish orqali o'zlarining qoyilligi va mayligini bildirgan mayirlarga o'rindiq aylantira oladi. Ham shundaqla 2 qatimdan ko'k knopkani bosish fursati orqali ana shu mayirning 16 dan 8 ga kirishiga kapolat bera oladi. Mana shu kapolatga erishgan mayirlar agarda ishonch his qila olsa, o'zlari yaxshi ko'rgan ustozlarni tanlab, bemalol holda ularning guruhiga qadam tashrif qilsa bo'ldi. Albatta ustozlarimizdan bu knopkani besish fursatimi unchalik ko'p emas. Ya'ni 2 qatim basa oladi va faqat bir qatim mahir qabul qila oladi. Shunlashqa ustozlarimizdan mana shu alohida imtiyozdan unumli foydalanishini so'raymiz. Ekran oldidagi ko'rmanlarimizdan mana shu yorqin nuqtaga diqqat qilib qo'yishini so'raymiz. Rahmat sizlarga. Endi bu bolalar qaysi burun chiqadi, qaysi keyin chiqadi, hammasi bizning ilkimizda bo'lib qoldi hozir. Chunki biz faqat naqshining ismini bilamiz bu yerda. Kimning aytganligini bilmaymiz. Shunga o'rinlashtirishni biz mishada qilamiz. Eyli navbat kelgan vaqtida har bir ma'lumdan naqsh tanlab berishni iltimos qilaman. Shu vaqtida bir o'zingizlar ko'nglingizga xohlagan naqshning ismidan birini deb bersanglar bo'ldi. Men birini tanlab boqay. Ha. Dahi Mao大家好，我是瑞哈姑娘贾玛丽，来自美丽的吐鲁番。Ben Reyhan Gülcemal, Turpan'dan geldim. Ben isimni bilsem la, şu nakşıga şunda kayırsman edim. Nakşı usul dese, şuna kızıqattım. Bizning uyda bu nakşı kesbiga kızıqıdığanlar yok, lekin ben şu isimni bilsem la, nakşını şuna yaxshi ko'rdik eman. Nakşı aytdik eman, usul o'ynaydik eman. Uydagilar bir o'ynab bergin, aytib berganda sil boshlab ketatdim. Shu uydagilarning, cho'nglarning rag'batlantirishi bo'yicha, do'stlarimning menga madad berishi bo'yicha Ipak yo'li programmasiga qatnashish maqsadida bugun maydonga keldim. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron pantexnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, süzük filmler mücessemlengen izdash aptitali mayırlarga omad tilaydi. 伟大领袖毛泽东，这首歌是这个50年代维吾尔民族的一个红色经典歌，非常好，非常感人。这首歌唱得非常好，把感情唱出来了。这首歌词上世纪50年代，当时的文化名人Erkan Aktan写的，也是说新疆解放以后第一个站出来表达新疆各族人民对伟大领袖毛主席的爱戴和对中国共产党的感恩的这么一首诗歌。当时作曲的也是亚斯登巴拉特，人都不在了，现在。两个人都不在了。可是过了70年以后，重新听到歌词和歌曲，确实令人感动。这首歌的内在魅力和外在唱歌的技巧，确实表达了新疆各族人民的感情。我听了非常激动。大家好，我是Rayhan Guli Jamali，来自美丽的吐鲁番。Yaxshimsizlar, ustozlar, ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Turpan qizi Rayhan Gul Jamaldan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Siz bak hayajon deyman hozir, bak hayajonim ketadi. Qanday hayajon? Bir xilmi? Bak bu shu ustozlarimizning menga o'rindiq aylantirgandan naytim hayajonlandim. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana shu ustozlardan tarbiya ilish fursatiga erishganimdan naytim xush bo'ldim. Rahmat. Hozir menimcha shu Aygul ikki ma'lum aylanganda shu yerdan boshlab shu bir xillikqa hayajonni texmi anglandi-chu ovozdan. Bak yaxshi bo'ldi. Sizni men tabriklayman. Endi Aygul ma'lumdan boshlab sizga yaxshi so'zlarni anglaymiz. Ovozunuz shunchalik tatlıq, shunchalik shirsi baka. Bu Tay Mavzudon degan asar bu kichik asar emas. Bu xilli vazni bor, xilli ig'ir cho'ng asarchi. Mushuni yana shunda boyga yetkizib, boshdan oyoq ovoz tusingiz o'zgarmay, yuqori ovozlarni shunchalik chiroyli ovozning tusini shunda qilqi shirsi bor deymiz. Shunda mizlik holatda chiqarib berdingiz. Shuning men bak qoyil bo'ldim ham. Mening guruhimga kelsangiz sizga texmi jiq asarlar bor, ham sizning taraq qilish bo'shligingiz texmi cho'ngga degan ishonch bilan sizga o'rildim. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Rahmat ma'lum. Sizga rahmat. Aysgul. Yaxshimisiz? Yaxshi ma'lum. Bu naqshini biz kichik vaqtimizda mushu naqshni anglab cho'ng bo'lgan. Buni bizning ustozimiz Rabiya Muhammad ustoz bekchiroq aytib o'tgan. Bu naqshning alaylik nima? Birinchidan ilmiy usul, yana birisi ilmiy usulda ovoz aytish bizningki puroq ilishimizga qat'iy ta'sir yetkazmagan. Shu puroq uchun ilmiy usul xizmat qildi. Ham bo'yliqi badiiy naqshlarni badiiy jihatdan bir taraf qilish bu naqshchining eng oxiridagi fanfahal bo'lganda, sizda tug'ma puroq ilish qobiliyat bor bo'lganda, eng oxirgi hal bo'lgan narsa bu deganda bu rasmiy badiiy bir taraf qilish. Shunga bu naqsh bizning qo'limiz bas singib ketgan bo'lg'achqa, bu naqsha hozirgi kuchidan qolmoqlik. Bugun dal shu puroqni bildim. Ve sizde tabii şundaq muzikalik ovoz. Biz mana Aygul ma'lum ikimiz ve başka ustazlar bildi. Muzikalik ovozni topqizish uchun bizning o'quvchilar maktab 4-5 yillarda 5-10 yil o'qiydi. Shu naqsh aytirgan joyni muzikalik ovoz deymiz. Shu muzikalik ovozni tepib, shu ovozdan mushlan naqshni puroq ve shu ilmiy ve badiiy bir taraf qilish iborat 3 asar bir joyga kelibdi, 3 omil. Şunun qaraganda sizde bundaq bir qobiliyat bor ekan, uni ustiga tabiatdan berilgan va dit bor ekan. Rahmat. Unda bo'lgandan keyin o'qituvchilar uchun shundaq ovoz bo'lsa, bizda hunar ko'p. Yetaklash usullarimiz
xili ko'p demoqchiman. Har xil. Mana bu qizning mat chiroy shaklidan qarasalammi, mushu mimika taraf so'ngak yo'g'onroqka. Bu mana shu naqshi aytgan vaqtda shuna yordam qildi-da, buning ichki taraf, dimog taraf ochiq holatda degan gap. Shuningga siz koyinlarni aytgan vaqtda meni qiynalmay rohatla chiqyotdi. Bunda yerma. Maqara Mau nurg'unlar masalan naqsh aytgan vaqtda ig'izni bak yo'g'on ochdi-yu, lekin ichi yana itikalatda. Gel, mau bizning xo'yanbi deymiz, bu taraflar butun itikalatda, ishlamagan holatda. Lekin sizning ham yana ishlab turibdi, ham ochiq holatda turibdi. Shunda yaxshi o'rlab berdingiz. Endi men nafas jihatdan biz yana ishlaydigan narsalar bor. Yana azroq inchiki jihatdan tutadigan joylar bor. Buni keyin davolamiz. O'tib ketib qolamiz. Shundoq. Rahmat. Hozir siz izdiyat bo'layotganlaringizdan qanday qilamiz bu ishni deb. Men bu o'rilgan, endi agar mayli gap qilma desangiz. Voy, sen o'ldingmi? Deydi. Rahmat. Qanday vaqt o'rilib olding sen? Yaxshi tugach az qolgandi. Men mayli bo'lmasa, to'xta. Ikki ma'lumni o'rildi degan bundaq bir xato bo'lib qoptimi? Meningda bo'lsa, Mevla ma'lum bor ketdi. O'rgan bo'lsangiz, hayajon charaslaydi emasmi? Ovoz shunda hayajon biz ketgan charas olib ketadi deyman. Men shu bir ko'ray, shunaqcha aytgan odamni deb garchi meni hamda tanlash imkonini yetdimi, balkim tuvandimi, ishga ustoz qaraganda. Yo, unda digilolmaydi deyman. Yonmadim-ku. Rahmat. Nimiz qadsangiz bog'o, men bu naqshni anglab, boshlang'ich vaqtimda deganda chala uyquda radioda chiqayotgan shu vaqtlar uyg'onayotgan vaqtimizda radioda chiqdi-ku bu naqsha. Buni anglab bo'p odam maktab ma'nodan gapda. Yerim tush, yerim o'yga qoladiki, ash vaqtimni eslatib birisiga, yana birisiga men bu radio stasiyasida ishlagan, mushundaq bizning burunqi mushundaq klassik nadir naqshlar bek jiqdi bizning idorada. Shu idora ishlayotganlarimni yomon payza eslatdi bu naqsha. Ovozingizni bek yoqtirdim. Meni tanlab qolsangiz men yanmayman. Rahmat malim. Ya sen tanlab qolamdi taxi. Ishim digilolmaydi. Tanlasi bo'ladi meningcha. Endi men o'rilmay qoldim, lekin men yaxshi ko'rdim. Aygul ma'lum degandek, bular yuqorisidika shu ovozni aytibak yo'ruq shundoq rahat mangdi. Baland deymiz. Bu endi siz shu ovoz tarbiyasi olgan chog'ingiz bor, Mushu 2014-yili Abdulhamid Qurban ustoz muqam ansambldan turpang'i berib Idiqut rayliq naqsh usul umigida bir umak qurganda, ash umakka kirib, ash Abdulhamid Qurban ustozdan ta'lim olgan. Shu qarasam ovozda bir ilmiy taraflar bor-ku. Ovoz tarbiyasi cho'qim ovoz tarbiyasi ko'rgan bir taraflarni his qildim. Shunchalik go'zal yaxshi aytdingiz, boya o'qituvchilar, muallimlar degandek bu bizning balalik vaqtlarimizga hamroh bo'lgan nihoyat esil go'zal naqsha. Rabia Muhammad ustoz tarafidan shunchalik voyaga yetkazilib aytilgan nadir bir naqshlik asarlarimizning birisi. Siz yana o'zgacha o'zingizning uslubida shunday yaxshi aytdingiz. Men o'yladim, endi men kechikibdimanda, nima kechikyaptim desa, sizning shu bu ovoz endi sizning chiqarayotgan ovozingiz opera, Yevropa uslubidagi ovozchi. Endi shu ommabop uslubda bizningki xarakterimizda bizningki naqsha aytish, yetaklash uslublarimizga qanday o'zgartib, qanday deganlarni kallamda o'ylab bo'g'ichi tadqiqot boshlab naqshni tugab ketdi. Bu qizning o'sha ovozini ash tarafgami shiltish mumkinmi, mumkinchilik qanchalik, u bu degan taraflarni o'ylashib, anan degan basay deb bo'g'ichi naqsh tugab ketdi. Hey, ma baza sal chaqdi. O'sha turinglar. Bo'pti, yaxshi o'ziningki kasb doirasidagi yaxshi ustozlar o'yrildi. Mushularning qo'lida taxim yaxshi yetaklash, yaxshi tarbiyalashlarga erishdi deb o'ylayman. Xo'p, unda bo'lsa, bunday qilaylik. Rayangul. Shu 3 muallim siz uchun o'rindiq aylanduda emasmi? Sizning ko'nglingizda alliburun bir fikr bo'lib bo'ldi hozir. Bir jazm bo'lib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin biz vaqtni chang tutib, eng oxir qaroringizni anglaylik. Mening oxirgi tanlashim Men Parizat G'ani 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'lg'usida sug'urib keldim.
ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning sovg'isi sifatida sizga berib keldim. Gül ustidagi shabnam gül husnini jilolantirgusi. Siz gül, men shabnam. Husningizga hafsalab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz suzib yengilishdi. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz sevgili intizarım. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kıldı. Su bacayda pakizlik var. Tabiattan kelgen yaşın mineral suyu. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkın g'amida. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Turkan Nobelchi? Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobejing. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aygül muallim. Rayhongul Jamal, partiyamiz qurilganligining 100 yilligini qutlayotgan damlarda doim Mavzudong nomli naqshingiz bilan ustozlarni emas, barcha kishilarning ko'nglini illatdingiz. Buningdan keyingi bosqichlarda yanada zo'r natijalar sizga yor bo'lsin. Rayhongul Jamal ikki xil ovozi bor. O'zininki Jinja Xunshingsi bor. Tabiiy holatda, ravon holatda aytoladigan qizgan. Doim Mavzudong degan bu naqshini qiyinlik darajasi shunday yuqori bo'lgan bu naqshini shunday ravon, rohat holatda o'rnab berdi. Keyin o'rilgandan keyin Rayhongulga qarsam, Rayhongulninki gal qismlari shunchak rohat, keyinni dimoq bo'shliqlari shunday ochiq holatda ekan, ham so'zlarni deyishlarimiz shunchak aniq. Texnika jihatdan hal qilishga tegishli masalalar umuman yo'q, lekin Rayhongulda keyinlik taraqqiyoti yaxshi bo'lganligi uchun men bu qizni mening guruhimda texmi cho'ng taraqqiyotlarga erishalaydi degan umid bilan qabul qildim. Boshlab ketaylikmi? Kongxin。大家好，我叫陈晨，来自新疆和田市。那么从小到大呢，一直就特别喜欢唱歌。然后长大以后呢，自己一直有一个音乐梦。然后最后背着父母离开了新疆。世界那么大，就想出去闯一闯。这一闯呢，就一晃就是10几年过去了。父母一直特别担心我，又加上自己在外面一直是属于特别空，最后呢，还是低下头选择回到了新疆，回到了我的家。这是带来的一首空心。因为这10几年来说呢，自己在外面漂泊四方，
心里面一直特别空。这首歌的这个名字就已经感受到我的这种感觉了。这是唯一的信仰，相互遗忘，让对方捆绑。原来你搁在等的梦想，却后惊觉后多善良，直到现实狠狠推一把，跌到浑身是伤疤。你在欲望面前投降，我在伤痛后面成长。都有翅膀，怎么又把它逐渐要飞翔？企图心也想被释放，你的自己自己的开玩笑。有个怀抱暖的像上床，有份善良微笑多晴朗，有一张真美丽又疯狂，为何爱谁心都空荡荡？当我听说你与他散场，狼狈回家带着伤，朋友都说那是惩罚，我的心却多么痛啊！都有翅膀，怎么又把它究竟要飞翔？企图心也想被释放，那个思念竟有空荡荡，无法割舍就别把感伤。我对你太滚烫，深爱就像一种梦一样，没有任何方法能阻挡。就算知道爱都有翅膀，还是愿意让你停靠在我肩膀，你也不用把我当作家，把我当成一棵树吧。谢谢，太紧张了。Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin Yurishlik Sağlamlık Mahsulotlari va Tartuq Yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 歌名虽然叫空心，但是我觉得内容很实。
反映了当代青年的一种思想变化过程。唱歌的这位这个年轻人，他也讲了，自己漂泊在外，感到很空虚，但是回来以后找到了自我，并且他回到了新疆，回到自己的家，感到很充实。所以这首歌非常好。大家好，我是陈晨，来自新疆和田。那么目前呢，在乌鲁木齐啊，和一个特别好的朋友合伙开了个音乐餐厅。谢谢你们。太好了，太好了。老乡好，我也是和田人。哇，老师好。我是第一个转身的。对，因为你转身后，我才心里面有底气了。哎。不然的话，我真的太慌了，站在舞台上。在这儿我等着你，欢迎。谢谢麦布兰老师，谢谢。你好。好像我是第二个转身。对。对你转身。你的就是第一段，唱的那个部分非常感人，打动了我的心。我为你转身。非常热烈欢迎您加入到我的团队。谢谢阿布莱迪老师，谢谢。我就是听到，我没想过你是男孩，听的声音，我想的就是一个女孩，就是女的，怎么说呢，难找到的一个声音，就这样。谢谢谢谢。第一段那个地方唱的就是简直就是一听就是你是非常成熟的一个有经验的一个优秀歌手。第一段的那个饱满那个丰满那种感觉是打动了我的心。谢谢阿布莱迪老师，谢谢。你的声音这个音域太宽了，高音特别松弛，特别方便，而且你唱的这个音色也特别好听，确实就像那个艾希维利老师说的一样，你的声音是很罕见的声音，特别好。假声，这个就是我们那个。就是我们就是科学方面，声乐的科学方面，就是男人唱女人的那个声音来唱的，这是说法就是那个什么假声，假声在全世界特别少，不多，所以就是难得的一个声音，特别难找的。总之来说，你唱的非常感人，特别感人，挺好挺好。所以我觉得。一是我们都是和田人嘛。谢谢麦布兰老师，谢谢。你大概的知道了，四位导师都需要你，对吧？对。四位导师都需要。你也知道了所有的我们的四位导师的情况。这个夏木老师和那个阿依古里老师呢，我们艺术学院。特别的有名的，而且是有实力的，我知道，是声乐老师啊，有经验的，也不是一两天，他们是甚至有10多年、20年的那样的声乐经验。然后阿布莱蒂老师你也知道，他是一个我们新疆的最优秀的一个作曲，也是一个杂技团国家1级作曲的一个称号。你看现在。做了很多我们数不完的好作品。然后麦乌兰呢，刚才他自己也说了，他经常玩乐队，也有实力的一个歌手，也是一个音乐人，可以说是。给你10秒钟的一个时间，然后呢就决定你的选择。İlliq uyga isil bezak, oltin uzukka yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman.
sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lishi kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidiyo bo'lishi kerak. Pavidiyo erlar yurishdiki. Pavidiyo. Özgüç tem. İsil xuruç. Tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Yaqin Xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dilkar Nobeyci. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkar Nobeyci. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lsa ya. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lishi kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidiyo bo'lishi kerak. Pavidiyo erlar yurishdiki. Pavidiyo. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavidiyo savdo cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.麦布兰老师。好，来。Muborak bo'lsin Ching-Ching. Har millat xush ovozlari yig'ilgan sahnimizda natijamizdan suyundik. Arzu izlab mangan qadamlaringizdan sahnimizda chechak etishiga tilakdoshmiz. Bizning Ching-Ching ismli bu mayimizning aytgan naqshisi bütün sahnimizni nayda hayajonga cho'mdirib etdi. Bu mayir uchun 4 yilimiz urindiq, aylandirdik. Ondan Ching-Ching meni tanladi. Men shunda o'ylayman, bundaq ovoz alayligiga, bundaq naqsh aytish qobiliyatiga ega mayirlar cho'qim keyingi bosqichlardami intayin yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladi deb o'ylayman. Ham mush mayimizning yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun o'zimning eng samimiy tirishchiligimni, yordamimni aymayman. Men bu mayirimizning bizning Yangi Nur gruppasiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman.
这是一首蒙古族歌手，他作为嘉宾来参与这个丝绸之路之声，效果非常好，反映了我们这个节目呢是一个新疆各个民族共同参与、共同关注的一个节目，效果非常好。看来这个丝绸之路之声啊，给我们听众观众这是提供了另外一种非常好的场面，我非常高兴。谢谢再来。非常棒，哈哈。老师好，我是蒙古族歌手我云奇米克。非常高兴。好，特别好听，特别好听。谢谢老师。谢谢你带来的这首歌，这首欢快的歌，通过你，我们更加知道了我们这个舞台是可以体现我们民族团结的一个舞台。谢谢你的歌曲。谢谢老师。乌卡卡。老师好，好，老师好。这个乌卡卡是蒙古族啊，非常优秀、非常好的歌手，谢谢老师。非常有实力，非常有特点。你今天带来的这一首歌也是非常有特色、特点的一个，一听就是蒙古族的民歌，又是现代的，那完美好听。谢谢老师。你的歌声就像你一样很美。非常可惜，你也是今天是一个嘉宾啊，邀请嘉宾来。您不是选了我吗？我是您的学生了，现在。必须，我当然选了。一听就是非常成熟的，你是非常有实力的歌手。谢谢老师，谢谢。三优。三班大。真的特别欣赏你的这首歌。有一个小小的请求，能不能实现？请说。那个蒙古族有一首那个敬酒歌嘛，你们能在无伴奏的情况下来一段？没问题。好，谢谢。男老师伴舞吗？等会儿。那伴舞对。我不会啊。一个李老师应该可以的。谢谢大家。很美呀，很美呀！你的声音就像你一样，特别特别的美。是在这个博尔特拉专业团在工作。我现在在乌鲁木齐，在中国石油工作。好，谢谢你带来的这个2首歌曲。谢谢老师。我们就像在草原上，自己觉得在草原上这就像个大蒙古包。我们在蒙古包里做的是这样。一出去就是大草原的一个感觉啊。对。谢谢你啊。谢谢各位老师，谢谢。希望你多来我们的舞台。非常乐意。多支持我们啊。
支持我们自己，支持我们自己。谢谢，来领导。好。İpek Yolu sadası her millet yaşlarının yürek sadası. Güzel naqşınız bilen her millet mayırlarımızga medet berginingizga programı namıdan sizge köptün köp rahmet yetimiz. Güzel ruhsarınız birleşken güzel naqşınızdan suyunduk. Huzur aldık. Yanı sahnelerde kuş avazınızga intizarımız bu kaka. Sertan alga çipastısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Başlap ketaylamsa. Dilara degan naqshni anglayli. Tajaxa bu ishi To'xtiyar Baxtiyor Layzi yili ko'nglishan. Yaxshimisizlar azizlar, men To'xtiyar Baxtiyor, G'o'lji Güzel To'qiston noyasidan keldim. Men kichigimdan boshlabla shu naqsh etish kasbiga ishtiyoq bog'lagan kichik dadamning shundaqla yurtimizdagi peshqadam ustozlarning yetaklishi ostida bu kasbga cho'nqirlab kirdim. Hozir men bu kasbni quvvatqili 15 yil cho'p qoldi. Men birinchi qaror Ipak Yo'li sadasi yo'l qo'yilgandan boshlabla bu programmaga chiqib beqish shundaqla o'zimni bir sinab beqish orzusida bo'lgan. Bu qitim men 5-qaror Ipak Yo'li sadasi programmasiga qatnashish salohiyati ega bo'lganligimdan intayin xo'shalman shundaqla. Bundan keyin nishonim bu sahna orqali texnik yaxshi natijalarga erishib, bundan keyin yaxshi bo'lgan asarlarni, yaxshi bo'lgan naqshlarni xalqimizga sunish. Faqatla seningdin izlayman didor. Kutarman har fasli kelganda bahor. Faqatla İzdashdan kino ko'ryapman. Payz kinolar bormi-ki? Payz kinolar deysang'a biz chiqqan Parido Ipak Yo'li sadasimi shuni ichida bor. Opla deyman-da, payz desa men tuyjan qilmamsa deyman. Izdash deb izdigina. Bo'ldi, dash, rahmat a. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个我们丝绸之路之声啊，以后要多有这样的歌手要更多一些。大家好，我叫To'xtiyar Baxtiyor, 来自新疆yillik ko'nglishan. Yaxshimisizlar Ahmedandagi barcha aziz ustozlar, ekran oldidagi azizlar. Men Güzel G'o'lji To'qiston noyasidan kelgan Moyir To'xtiyar Baxtiyorni sizlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Mush vaqtimiz xayrli bo'lsin. O'zing demading ku. Jiddilish. Bir davda. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin davda. Yaxshimisizlar naq maydondagi aziz ustozlar, ekran oldidagi barcha aziz ko'rganlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi, avaytsi to'g'ri. Saqam, pek yaxshi bo'ldi ya. Rahmat. Anda bo'lsa, mushu yaxshi muallimlarning sev uchun bergan baholarga quloq solayli. Eng oldida shundoq bir ajoyib bir hissiyat bilan o'rindiq aylantirgan bir muallim bor. Kimdi sen deb baqagani? Mevlam. Anda bo'lsa Mevlam muallimdan boshlaydi. To'xtiyar. Naqshanga rahmat. Rahmat. Bu naqsha
ustozimiz Mahmud akamning nadir naqshisi. Shundaqla yillardan buyon mush Ipak yo'li sadosini avot qilayotgan mush Ipak yo'li sadosida net chiqimlab aytilsimi, yana bizni ziriktirmay, yana bizga shundaq tetayotgan yaxshi naqshdi. Bugun bu naqshni ekapsa, oldi bilan shunga rahmat. Bu Mahmud akamning naqshini aytganliging uchun emas, yaxshi aytganliging uchun sen bilan birga mengish qarori kirib, o'rindiqimni aylandirdim. Shunga men seni mushu o'rinda kutuma. Keyingi qadamlarni biz puxta mangamiz. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Demak, bu yerda hissiyot masalasi borki, bu odam hayajon, hissiyot degan narsani jug'urilgan odam ekanda. Hamda ikkinchi bo'lib o'rindiq aylantirgan Oysugul Ma'lim. Oysugul Ma'lim. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Rahmat. Bu asarning Mahmud Sulaymon qarindishim ekanligini bilaman. Chunki milliy uslubdagi shu ommab naqshlarning ichida bir qadar qobiliyat talab qiladigan, qiyinlik darajasi yuqori, avjimi yuqori va ovoz doirasi kengri bo'lgan va yuqori ovozli o'g'albal naqshchini sinaydigan bir asarlarni jiqroq ishlaydigan shunaq bir qarindishimiz. Şu naqshlarning birisini bugun siz aytdingiz. Men boshlam o'rni aylantiramadim. Avji qandoq bo'ladi degan ashuni kutdim men. Avji shundoq yaxshi bo'ldi. Endi biz o'qituvchi bo'lgandan keyin biroz texnik jihatdan men menda olgan bo'lsa, avjida balkim qiynalmas o'g'aydi degan qo'shash biz ani bakrak o'ylab ovozingizniki yaxshi bir imkonlar bor ekan. Yana sizga texnik omillarni qo'shsak, siz buningdan kengri doir bo'lgan naqshlarni ijro qilish qobiliyat bor deb o'ylaymiz. Shuningga agar siz mening gruppamga kelsangiz, jihnaslarni o'rganimiz, buningdan o'rinlash jihati qiyin bo'lgan asarlarni ijro qilib keta olishingiz mumkin. Uningga mening ishonchim komil. Kelsangiz qarshi olaman. Rahmat. Yaxshi bo'ldi-ya, qaranglarmi? Endi Oygul Ma'lim Yaxshimsiz. Shuncha chiroyli, bek yaxshi o'rnab berdingiz. Sizga rahmat. Rahmat. Oygul Ma'limning gipining postelisi qara. Amina tanlamsangiz bo'ldi demakchi. Ya biz Oygul Ma'limni tanlaymiz bugun. Shu yaxshi, endi umuman yaxshi ko'ngli bu Oygul Ma'limningmi-chi? Oq ko'ngil Ma'lim bumi? Biz lekin shu o'zini tanlaydiganimizni uqmayotdi-da. Ma'lumlar umuman yaxshi baho berdi. O'zimni xeyli xush bo'lib qolgansa. Xush bo'ldim. Mavlon Ma'lim sana o'xshash yosh bolalarni yaxshi tarbiyalayotdi. O'zining kuchini yetishcha, o'zining ishlarini qarib qo'yib turib, yaqinda shu o'quvchilarni tarbiyalash bilan jiq vaqt o'tyotdi. Oysugul Ma'lim albatta demasakmisan bilsa, maktabda hozir hisobda yeshiga bakmagan holda peshqadam muallimlar qatoriga o'tdi. Tajribasi mo'l. Oygul Ma'lim shundoq o'qimagan yerlari qolmadi bu bolalarning o'sha ovoz ilmi bo'yicha. Sen uchun bak yaxshi bir bog' bo'ldi bu-chi. Endi gapni yig'ib kelganda bizningki do'stimiz bizdan vaqtsiz ayrilgan har millat xalqimizning bir ativorliq o'g'lani ijodiyatchimiz, zo'r naqshchimiz Mahmud Sulaymon do'stimizning bu nadir kuyini sahnaga elib chiqib, shu nadir kuyga astoydil muomala qilib, har holda bu kuyning yuzini to'kmay 3 muallimni qoyil qilganligidan bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ota-onalarmi xush bo'ldi bugun. O'sha seni mishat ko'ribchi, naqshangni anglab, do'st birodarlar. Endi hozir eng oxirida 10 sekund o'ylashib olib, o'zingni to'xtatib olib, muallimdan birini tanlaysa va oldin qarab men ketsa. Bu qaroring bak keyingi ishlaringga bak cho'ng ta'sir ko'rsatdi bu qaror. Qaysi qarorni deysa? Hozir chiqmoqchi bo'lgan qarorchi. Sening eng oxirgi qaroring Men har tong saharni Dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga
Bizga millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek, Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqib ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga berishdi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıç. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Özgüç tem. İsil xuruç. Tanlanğan ham material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang yaqin xalqaro savdo cheklanish shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ayşegül Malım. To'xtiyar Baxtiyor, ovozingiz ustozlarni emas, hammamizning ko'nglini moyil qildi. Ustozingizning yetaklashida izlash gruppasidagi natijangizning kuni sayin o'rilishiga tilakdoshmiz. To'xtiyar Baxtiyor, izlash gruppasiga kelganligingizni chin qalbimdan qarshi olaman. To'xtiyorningki aytgan naqsi xalq yo'ldagi ommabop naqsha. Hozir xalq yo'ldagi ommabop naqshlarni aytish uchun büyük qobiliyat va keng ovoz doirasi kerak. Albatta shu asarga qarab. Chunki To'xtiyorning ovoz sharoiti shu naqshning o'zidan chiqishga tamoman yetgan. Puroq va u naqshning xarakteri va naqshning ma'nosini bizga yetkazib berish jarayonida Mahmud Sulaymon ustozni menga eslatib bo'ldi. Shunga men bu To'xtiyorningki shu naqshni ijro qilishdagi turli mahoratlariga qoyil bo'lganligimdan o'rildim va izlash guruhiga kelganligingizni qarshi olaman. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algach pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur Bio Pantexnika cheklanish shirkati yaqindan yordam bergan.
Durmamsan Şunun akşamından çıkılaş, növeset atfılatına karşı. Tatlı kolası şirketi kan saklayınız. Abdullah akam şu Shangmeng Yiyang Ziyo degan naqshni anglab baqamdi, bu katta naqshda qilamdi ma u. Anlaydı. 大家好，我叫Kaysar Rozi，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimisilar do'stlar? Ben Ürümçi'den Kaysar Rozi. Bu yıl 25 yaşga kirdim. Gerçi kichigimdan boshlab bir hunarvan oilasi tug'ilib cho'ng'igan bo'lsam-mu, uydagilarning ta'sirida eng avval dutta chelish, undan keyin naqsh aytish orqali o'zimning orzulari bo'yicha Xinjiang Spandashuning musiqa kasbiga o'tdim. Ondan keyingi o'rganish natijalarimning orqasida 2018 yil o'zimningki tunji ijodiyatim bo'lgan Untaysini nomli naqshamni chiqarish bilan o'zimning ko'plagan naqshlarimni shundaqla suratlik MV'larimni taqatdim. Hamda oz bo'lmagan mastonlarga, oz bo'lmagan qo'llovchilarga, shundaqla do'stlarimizning, tangtushlarimizninki yaxshi bahasiga erishdim. Burundilla İpek Yol Sadasi programmasini yoqtirib ko'rganligim uchun o'zimning qatnashib bir sinab beqish maqsadim bor edi. Shuning bilan bu qitimliq fursatda İpek Yol Sadasi programmasiga tizimlatdim. Paridio İpek Yol Sadasi programmasiga qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki yoqtirgan naqshlarim bilan mening anglarmanlarimga, qo'llovchilarimga o'zimning naqshlarimni aytib, yaxshi bir natijani elishni o'ylab bu programmaga qatnashdim. Garchi burundan o'zimning uslubidagi Abdulla Abdurim ustozning, Abdulla Abdukim ustozning naqshlari bo'lsin aytib kelayotgan bo'lsam-mu, bu qitim o'zimga jang e'lon qilish ustida Wang Fengninki Shangmeng Yiyang Ziyo nomli naqshni elib keldim.
birinci darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Payvideo sodichaklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa-mu 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yaxshiroq bir chipas tavsiya qilsam. Vay, ta'limga adash dersen. Mana bu Yanganur şirketininki Sertan Alga chipasisi. Sen ishkini yapıp kemen ta'limga keberni sen ishilta adash. Sertan Alga chipasisi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangnur biofan texnika cheklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. 这是一位这个维吾尔族青年歌手，只有25岁，他直接唱的是汉语歌，而且唱得非常到位，感情流露的表达得非常好。少数民族歌手直接唱汉语歌，还可以将这个少数民族的民歌翻译成汉语，直接用汉语唱。 这样的话效果会更好，使我们丝绸之路之声不仅要唱响天山南北，而且还应该唱响全国，在全国引起更大的反响。各位导师好，我叫凯塞尔祝兹，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimizlar ustozlarimizdan o'shaxonlar xayrli bo'lsin. Kamina Qaysar o'zini manglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Esen. Qaysar. Katışıp kattı ma uqtın mı? Tut malum aş birden ne? Qanda vaqtlarda, qanda bir xil ayajan vaqtlarda oylandı desem şu vaqtlar oylanıp oturdu qaramay malumlar. Ködüngmi? Bir naqshiga qanchalik o'zimiz astoydil ma'mul qilsak, qanchalik shu 5 minutlik naqshi hayotiga cho'ksak, o'sha ajrni hech qachon yerda ko'rmaymiz-da. Xush bo'ldingmi? Albatta. Onda olsa biz navbat bo'yicha birdan paranglashmoqmiz a. Sen shu bak qijilib ketgan bo'lsang yerga qarab tur. Allah. Birinchi bo'lib Mavlon muallim. O'zingiz qandaroq aytdingiz naqshni? Tayyorligimga qaraganda faqat yaxshi aytolmadim. Men senga deb beray, yaxshi aytding qara. Yaxshi aytding. Mana shu birinchi kubdetli o'rgatdim-ku. Bu bo'sh ish emas. Shu mahirning naqshining davomini yaxshi tugutalaydiganligiga mening ishonchim bo'lg'achqa, sening shunda qila oladiganligiga oylandim qarab, boshla. Rahmat bom. Rahmatingni sal bildirgan sal vaqt batiqi. Sal turib mayada seni aldash, azdurishlar boshlandi. Hozirgi minnatdorlik hissiyotingni shularga taqobil turib bildigan vaqtingda sen no'chun saqla. Tushundingmi? Endi qolgan ustozlarning parini anglaymiz. Bu naqshani Wang Feng'niki aytgan naqshi. Hammamizga ma'lum Wang Feng bo'sh naqsh etmaydi-ku. Shunga bu shu bir orzu umidni buni shu naqshni tanlab vaqt soatiga to'g'rildim degan. Qisam haqiqatan Mavlon degandek yaxshi aytdi. Yaxshi aytgandan keyin men dastlabda o'rilmagan bilan aytib huzurlanib anglab yana bir shunday bir karomatlarning bo'lishini o'ylab kutib o'tirib edim. Gerçi mana naqshiniki boshlanishlam ovoz biroz yuqori ovoz rayonidan boshlandi ekan-ku. Men shunday fahmlashimcha bu naqshin balkim oxirida yerim ovoz ko'tarish bor, shundaymi? To'g'ri. Yerim ovoz ko'tarish. Yerim ovoz ko'tarishning oldi balkim shu shang so yoki shansolardami ovozniki yuqori ovoz. Shundaymi? Shansodami?
Şu yani yerimni ko'targan bo'lsak, u lag'ich ketdi degan gap. Shu boshlanishlar shundan yuqori, avji taraf shu sovlan shonsondan pamladim-chu. Bu yuqori bir ekan. Yana shuni qanday bir imkoniyat bormidi, shu balada yanaq desam, menga isbotlagandek yerim ovoz ko'tarib berdi. Shu yerda andan dekin g'uj qilibla. O'rilib ketdim. Nima? Ko'ngling g'ujildab ketdi deydi. Shunga mening gruppamga kelishni chin qalbimdan taklif etaman. Rahmat. Abay ablatga deb o'tgandek sizning yuqori ovozlaringizda bek cho'ng bo'shliq bor ekan-chu. Ilqi biz har qitim yuqori ovozi chiqqanda dingli bo'lib degan aşağıdaki bir cheklik holatga o'ta qoladi ovoz-chu. Lekin sizning yana ustiga chiqa oladigan, yana yuqori o'rlalaydigan bir cho'ng bir bo'shliq bor ekan. Lekin abay deb o'tdingiz, xuddi biz hozir hammamiz sizni qayil bo'lib o'rilsakmi, siz yana men mashqdikidek bo'lmay qoldi dedingiz. Men bu gapingizga shunda ta'sirlandim. Haqiqiy bir o'ziga mas'ul bo'lgan san'atkor mangu shu sahnadan tushib, qancha bek yaxshi aytyapsam yana, men yana miyada ketkizib qoldim. Yana men mayani texim yaxshi qila oldim deb o'ziga tajriba to'plab maqdichu. Ham o'ziga to'g'ri xatoga hukm qila oladi, ham bundan keyin men qanday qilsam bo'ladi degan narsani ko'nglida bir fikr muqimlashtira oladi. Sizda shundoq bir nishon bo'ldi ekan, sizning yo'lingiz texim uzun bo'ladi, teximi yaxshi rivojlana olasiz, taraqqiy qila olasiz bu kasbda. O'zingizni to'xtamasdan mukammallashtira olasiz. Bak yaxshi fikrim. Rahmat man. Shuning uchun ablatni qarshiladi. Shunda bak yaxshi bu ishga ma'lum. Shuning uchun talashmaydi ekan. Qizg'onlig'i gap ketmaydi. Shuning uchun ablat adamning bo'ladigan boshqa gap. Endi Wang Fengni men yaxshi ko'rma, bo'sh naqshchi emas. Ha? Lekin Wang Fengning men naqshini men anglamagan ekanman. Endi Wang Fengning yoshi necha yosh, siz necha yosh? Bu yerda yosh farqi bor. O'zingizning yoshiga nisbatan yaxshi ijro qilibsiz. Buni ablat ma'lumning bahosidan men jiq narsani bildim. Endi keyin o'zingizning hozirgi yaxshi aytding dedi Mavlon ma'lum, siz men o'zim mashqini yaxshi aytamadim dedingiz. Bu nima kamtarlik bo'ldi ekan. Bu bek esil bir xislatchu. Shu kamtarlik deymiz. Rahmat ma'lum degan gapni to'g'rilab qo'ygan. Boya ovoz o'rni gapni qilsam ishtik, shu shanso degan gapni javob qaytdi-da. Mush kasbda o'qigan. Men Xinjiang Spanda shuni muzika o'rinlash kasbida o'qitagan. Shu. Nima muzika o'rinlash? Qaysi bitalg'oni? Naqsha, ham saz. Manda Spanda shunikida yana universal. Sizlarning o'rlash kasbidami ishda ham naqshini, muzikani tang atmagamsizlar? O'zimiz tanlab ma'lumlarni qo'shib boshladik. Sen nimani tanlading? Men o'zim duttava chalishni, anandagi naqsh etishni tanladim. Men o'xshash qilsa juma. Men bu qara duttava chalishni ham bak yaxshimi chalolmayman, lekin bak amroq qara. Seni bilamiz biz. O sening qanchalik duttaring bor, necha duttaring bor? 2 duttarim bor. Sep qisqa duttalarim bor. Mavlon ma'lumotda bir 32 dak dutta bor. Bir g'iri, ikki g'iri, uzun duttalar har xil qilpaqada o'zicha qandaq bir xil chaludi endi. Shuni demakchi u. Haqni birga qilamiz hamda, ha? Qaray. Manda qilaylik. Bayamqi, bo'pti Mavlon aka. Aynab men gap qapti aka va gap. Ma'lumlarning bayamqi e'tiroflarini, yaxshi baholarini, sening kasbiy jihatdagi iqtidoringdan boshqa sening shu axloq fazilatlaringgacha nihoyat yaxshi baholarni berdi-ku. Men shu baholarni shu birinchi kuplitda bir kun mujassamlab besib etgandim qara. Men mushlarning hammasini men shu vaqtda o'ylab qara. Endi naqsh aytayotgan bo'lganki ularni deyamay, shuni besib etdim. Shunda qarasam shu keyingi qadamlarga bir bilim minib baqsaq buldigandek o'ylab qoldim o'zimcha. Shunda men bilan mangdi. Men bilan mangsin. Ben ikki muallimdek da kan qilsak olmamsın. Ha? Anda qildi. Yo'q, meni oldidan meni tanlab, uni keyin kishtani kan qilsak qilar, uni keyin qilib degan hozir unda qilsak bo'lmaydi. Oldida tanlab bo'lib, anam meniki bu Qaysarniki naqsiga shu boshlanishlik ovozning yuqori nuqtadan boshlanib shu avjiga qanday ular deb kutib turgandan keyinki shu hissiyotimni bosib o'tib ketdi-ku. Şuna men şu yerda ayajonimni basamay aylandim. Şuna
bu Mahir bilan men qo'lni qo'lga tutishib har bir bosqichlarda o'zining talant mahoratini eng yaxshi joriy qildiradigan bir imkoniyatlarni yaratib birlikda tirishmoqchi. Mening guruhim kelishni yana bir qatam chin qalbimdan taklif etaman deb turdi. Bu yaxshi, ajoyib yaxshi takliflar bo'ldi ya. Shunga endi menga hisob bo'ldimi? Ya hozir ham men hal qilib bermoqchi. Men hal qilib bermoqchi. Aka, yana talashib qoldik ekan. Ma'qul. O'tgan qaraliq ipak yo'l sadosini ko'rdingmi ancha-muncha? Ko'rdim. Rost ko'rdingmi? Rost ko'rdim. Qara, ko'ribsa mencha shu endi sening ovozingni yoqtirdim-ku. Men hozir o'ylab qoldim, sening ovozingga, sening alaylikingga sening shu gallarangni qiynamay turib, o'zingning haqiqiy shu iqtidoring, siz xosligini namoyon qildigan geli qijilinib ketdi demoqchiman. Agar zarur bo'lsa, sen o'tgan qatim ko'rgansa, bizning ansamblimiz bor, biz ba'zi agar u ansambl rost o'ynasak ketdi. Ha? Cho'lib ketdi. Yo'q, bizning ansamblimiz cho'lmaydigan ansambl. Jumovka. Rahmatdan qo'rqitsa bu bolalar. Ana keyin boyam rahmatlaringni hammani shu hozir chiqira bo'ldi rahmatlaringni. Yana tushunsan bo'lmadi. O'ltirib eding, o'ltirib deyishlar. Mavlon ukamniki haqiqatan yaxshi ansambl bor. Ma chaqchaqqa bayqildir. Bu Mavla inimning bu ansambldagi izchilligiga hemen aksi bo'lish sifatim bilan naytdi e'tirof va hurmat bilan e'tirofim bor. Uning gap ketmaydi. Ammo lekin qag'alli chaqchaq. Lekin bu yerda Mavlon dediki ovoz bayisal chingqilib qiyqirib qoldi dedi. Men mana bunday ko'rdim. Men unda gap qildim. Men apparatni keyingan duranglar. Yo'q, men ovozim qiynalib qolmaydigan degan gap. Biz keyingi bosqichlarda ashula qilamiz aka. Yaxshini yaxshi tanlab bermasak, ma bolalarning haqiqiy o'zida xoslikqa alaylik yaxshi chiqmaydi. Yaxshi keyingi bosqichlarga ravrus mo'ngamiz. Qada qilma. Mundaq qilaylik. Mo'ngamdoq. Ma bala, undaq qarsam shu hammaligi ma'qul ma'lumdadir ko'zimanda. Ma'qul ma'lumdadir ko'zimanda. Ma ko'ngli menga chiqib bo'ldi. Mening o'quvchim bo'lib bo'ldi. Nochi olsanglar ko'k mana ko'kimkin nasan deb turaya. Mana bassan qara. Sen 16 dan o'tib qara. Iliqma 16 ga tanlasan-ku, 8 ga bevas kirsa. Qara, men ko'da. Bekletdan qara. 8 ga endi men gapilay. Mavlonniki bu Mahirga bildirgan shu yeshil chiroq, ikki navbatlik yeshil chiroqdan birini ishiltib o'tganligidan intan ta'sirlimiz shundami? Rahmat. Rahmat bana. Minnettarlik qalb bo'lish kerakda. Ammo bu yerdagi bu yeshil chiroq Mahirni bir qatimliq sahnada o'zining bayqi go'zal o'rindash mahoratlarini bir qatim namoyon qilish fursatidan mahrum qiladi. Unda bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi. Siz qaysi bir qatimning har bir bosqich to'liq elib menat har bir bosqichda shunday 4 o'qituvchi aylangan butun xalqning qalbiga Qaysar degan ismni yozadigan shunday bir fursatlar bilan birlikda tirishimiz kerak. Ay yeshil chiroq oldinib ketmaydi. Yo'q, bunda qara. Bir qatimlik maqsad kam o'qiydigan gap bor. Kam o'qimaysan, kam o'qiydigan ish yo'q. Sen kam o'qimaysan, lekin 8 kuchlikka kirishga erliyatda hozir o'zingning ishonching bog'i deyman. Kimning guruhiga kirsan sen kira olaysan-ku? Yo'q. Lekin hozir men senga vaqo qara. Men program guruhisi yana mayada bir seriq chiroqdan birini bekitib beranglar menga. Men mabalni 5 ning ishiga kirdim deb baqdim chiroqni. Seriq chiroq bormi yo'qmi? Menga bir kunimki bekitib beranglar-da. Hozir Mavlanani ishlatib o'tdim. Men seriq qurmid mabalni men 5 ning ishiga kirdigan kunimda жасayman. Bunda men sizlarga tushundiray, sen bu anglab to'qizam. Mavi chiroqning yenida bir chiroq bo'lib, bular mani besib aylandi, hammasi ixtiyor qilyapti seni o'zining guruhiga. Mani besish nima desang, sen ma qatim tanlansang, tanlanding-ku hozir. Yana bir qatim musobaqa qatnashib, hozir tanlansang 16 bola bir guruhga kirsizlar. Ma yeshil chiroq degan gap, sen 16 bolaning ichida yurmay, 8 bola qag'aga berib bo'lding, bir qadam atlab o'tib ketding degan gap tushunding ha? Bir naqshini kam o'qiding. Bir naqshini kam o'qiding degan gap. Bir naqshini kam o'qimaslikdan ikkimiz maslahatlashimiz qara. Bir naqshini o'qisangmi kirsa, o'qib kirmaysan mana o'qib kirsa qara. Agar o'qimayli kirdim aka desang, yana akang baqira. Kirimiz mayada men yana bir chiroq basay desam, bir chiroq chiqmay qoldi. Men qalbimdan 5 ning ichiga chiroq urib bo'ldim bu gapni. Agar ablatkamning bes yo'q bafkam hozir. Hozir basi bo'ldi.
Manda qilayli. Mana ikki qiz bola sal tortinjaqkan, ma'lumlar. Siz jim o'tirib turinglar, men mana ikkisini gapini yana bir anglab olay. Bu sizlarga gap bular aralashtirmay, hurmat qilib o'tirsa, ikkininglar davr bu gap qilg'izmisa anglamaydi. Aysh bilmalar. Gapini deb bo'ldimi? Men gapimni deb bo'ldim. Ha. Sizlar bir ketdimiki deb. Biz aşı o'qituvchilik jarayonida asosan umuman bolalarning ehtiyoji qarta, bolalarning tanlashiga hurmat qilgan asosda chavshoy qilamiz-ku. Bizning butun darsligimiz 7 bo'lgandan keyin bir o'quvchiga bir o'qituvchi. O'quvchimi o'qituvchini tanlaydi, o'qituvchimi o'quvchini tanlaydi-ku. Shuni biz ko'proq hozir deydigan gapni deb bo'ldik. Bizning o'rganganimizning o'zi mush ufkumizga bizning bir yo'lni berganimiz-ku. Shuningga o'zi tanlasin deb Bak ig'ir bisiq, cho'nsbat o'tirib bormiz. Unda bo'lsa, menda qilayli, o'g'lim, qara. Ma'lumlarning gapini oldim. Qaysi qanday gaplarni qildi desam, hozir sen 10 sekund vaqt beramiz, bir o'yla. Kino o'tkazgandek o'tkazib ol. Bu balama o'zining ovoz doirasida yaxshi aytdi, haqiqatan sizlar degandek. Endi texmi yaxshi bir baldaq saviyani yuqori ko'tarish uchun tirishayotsan-da. Ta'limga ma'lumlarning hammasi aytdi yaxshi baholanmadi. O'ylab bo'lding ha? Bo'ldimi? Ya'ni birdan maqtam tuqya. Ha, unda bo'lsa eng oxirgi qaror sendan. Mening eng oxirgi qarorim. Hi. Hello. Hello. Hi. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan. Patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç pastasi. Kolanın muzuq qanğan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lga ya. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suba joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. Izdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. Izdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izdash kirgizgich qulaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tortiq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Abdakam. Kaysar Rozi talant egisi chaqnaganda hayajonliq his tuyg'ularni yushirishga amalsizmiz. Keskin tanlashishdan keyin tashqin guruhini tanlaganingizdan hammamiz xushal bo'ldik. Abdat Abdikim ustozning yetaklishida nodir naqshlarni ovozingizdan anglashni xohlaymiz. Kaysar Rozi bu mahirimizmi? Naytı o'zi yeshi kichik bo'lgan bilan naqsh aytishda naytı o'ziga ishonchisi bor, yaxshi mahir ekan. Yani bu mahirimiz Shangming Yanzi yo, yani Wang Fengniki naqsini mushu qatimliq bosqichga o'ziga tanlab sahnada bizga elib kelibdi. Yani bu naqshining shu naqshi aytish jihatdagi har xil texnikalik talablar biroz qattiq o'lcham qilingan bir yaxshi yuqori sifatdagi bir naqsha. Bu mahirimizmi o'zi kichik bo'lsa-mu, garchi bu naqshni naytı erkin shunday o'ziniki
es tuyg'u badan shu ovoz alayliklarga tushirib turib shunday erkin ijro qildi. Shuningga 4 yil ustoz to'liq o'rildik. Hattoki bu qatim Ipak yo'li guruhimizniki alayda bir o'yin sifatida o'tirib qo'yilgan alayda mahirlarni bevosita 8 kishilikning ichiga elib kirib ketish alayda bir kunukisi mushunaq bir o'rlashtirilgan bir alayda xoslik maqatimliqdi. Hatto shu kunuklarni ishlatib 4 ustoz birlikda naytda qattiq talashishlar bo'lib ketdi. Chunki bu mahirimizniki bu holati sahnadagi bugun shu naqshini ijro qilish holatini hammalarni to'liq qoyil qilib maylig'imizga erishdi. Bu mahirning oxirida bizning guruhini, ya'ni tashqi guruhimizni tanlab guruhimizga qatilganligini qizg'in qarshi olamiz. Bu bek afsuslanarli bir ish bo'ldi. Mush qo'limdan keladigan amalning, hunarning hammani ishlasam-mu, Qaysar meni tanlamay qo'ydi. Bu yerda ko'rmanlarimizga bir narsa ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizning mahirlarimizning kasbiy iqtidori qancha yaxshi bo'lib, tayyorligi qancha puxta bo'lgan vaqtda biz to'tilimiz o'rilgandan keyin tashabbuskorlik huquqi shu yaxshi tayyorlik qilgan mahirlarimizga o'tib ketadi. Shuning bilan mahirlar bizni shu tavbus chekkandek chekib tanlab turib bizni tanlaydi. Bumi bizning programmamizning yorqin bir tarafi deb o'ylayman. Shundaqla Qaysar inimning keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin dilimdan umid qilaman. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shundaqla keng to'rdoshlar, naq maydondagi suyimli bog'liqchi ustozlar. Nəhayət qızğın halətdə davam etib, yuqur bo'lgan ko'rilishni yaratayotgan Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Buğra Madaniyat Taqiti şirkati birlikda uyushtirgan Şinjan Payvideo Sodichaklik shirkati tajdorligini olgan 5-qaror Payvideo Ipak yo'li sadosi programmasining bu soni vaqt e'tibori bilan mushada oxirlashdi. Do'stlarimizning yana davomli programmamizga ishtirok qilishini kelarapti dal vaqtida biz bilan musha sahnada ko'rishni so'raymiz. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Men riyosatchi Mijat Aliyaqub. Xayrli sadasi. İpek yolu sadası, sevginin yol çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yol çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolun sadası. Kadim İpek yolida ecdat bolgan çevendas. Düşkün kan var tumurda, Küy nakşesi hoş avaz. Gümüş bağlar çok izi, Nur kaydı yüreğe. Büyük karvan varisi, Aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter